Hurmatli qizi bor otalar, onalar, gerdayib yuring. Unda nima qilishingiz mana hali agar turmushga chiqmagan qizlaringiz bo'lsa aytaman mana shu efirdan foydalanib qolaylik. Qizingizni qadriga yetadigani kelmaguncha bermang. Sinang, gaplashing. Nima qilasan? Qanday to'y qilmoqchisan? Ha endi desa javob senga. Ishoning, siz yaxshi niyat qilib, duo qilib Xudodan so'rang, hali yaratgan egam o'ziga ko'tarilgan birorta qo'lni qaytargan emas va o'ziga suyangan bandasini tupikda qoldirib ketgan emas. Bir ko'chada qoldirib ketgan emas va o'ziga suyanib, ishonib, to'g'ri yo'lda yurgan ota-onalarni qizini baxtsiz qilgan emas. Hammasi baxtli yashayapti. Hammasi. Men taniganlarimni hammasi baxtli yashayapti. Baxtsizman degani, demak siz yaratgan egamga